Hammaga salom do'stlar. Mototsikl olganimga ham 1 oy bo'ldi. Hali lekin pravam yo'q. Hozir DMVga boramiz-da, testdan o'tib, xudo xolasa vojniyadan o'tib pravani olib kelamiz. Sizlarga jarayonni ko'rsataman. Ketdik. Mana bizada Ohio'da DMV, Cincinnati'da. Hozir test topshirib chiqaman. Google ko'rganimda obычно 40 ta savoldan 30 tasiga to'g'ri javob bersam, o'tkazib yuborar ekan. Test topshirib bo'lib aloqaga chiqaman. Dirs. Xo'sh, test topshirib chiqdim. Lekin afsus, testdan o'ta olmadim. Ikkitagina savol to'g'ri topganimda o'tib ketar ekanman. 28 ta to'g'ri topdim. Ikkita yetmay qoldi. Afsus. Savollar ham jinnicha savollar. Tayyorlanmay ham keluvdim, atak. Mayli, ertaga o'tamiz, bugun nasib qilmagan ekan. Xudo xolasa ertaga o'tib ketamiz inshaalloh. Hozir esa bankka boramiz. Mac Music, Maybach Music. Xo'p. Bankka keldi. Ochiqmi bular, yopiqmi? Monday to Friday. Hi, how are you? Good. I have got the check, so I need to do cash or deposit to my bank account. Deposit to your bank account? Okay, I'm Doris. What's your name? Muhammad. Mohammed, nice to meet you. Короче, taksdan chek kelgan ekan menga. U chekni onlayn bankimga o'sha приложение orqali depozit qila olmadim-da. Keyin bankka keldim, hozir depozit qilib berdi. $50 ekan. Men o'yladim bir $400-500 bo'lsa kerak deb o'yladim, chunki chekda yozilmagan ekanda summa. Shu xolamga aytayapman-da hozir. Katta pul deb o'yladim desam, yo'qdan ko'ra boriga shukr qilib aytayapti xolam. Bu ham to'g'ri, lekin testdan o'ta olmagan bo'lsak ham, zato yo'q joydan $50 kelib qoldi. Boriga baraka. Ketdi. Endi benzin solamizmi yoki benzinni kechga solamizmikan? Benzinni kechga sovaramiz, birato'las. Hayda, bratim.
Xo'sh, do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun yana keldik testdan o'tgani, xudo xolasa bugun inshaalloh testdan o'tib ketishimiz kerak, обязательно. Bizga yarashmaydi. Omad tilanglar menga. Do'stlar, testdan yana o'tolmadim. O'qimasdan kelib bo'lmas ekan baribir. Ertaga endi o'taman. O'qib kelib o'taman, xudo xolasa. O'zimcha prosta o'qib, aqlimni ishlatib o'tib ketaman deb o'yladim. Savollari jinnicha ekan, Mayli, no problem. Ketdi mana. Kimlarnidir hasrat yengadi. Men toparman irodanini. Ko'rgim kelar sizni negadir. Umr ko'hna dono muallim. Vay. Xo'sh, avtozonga keldik. Trak kaliti akamda ketib qolgan. O'shani trakda kalitida o'zini bitta kaliti bor. O'shani. Hello. You have a door opener for the semi trucks? So like, is it locked? Yeah, it's locked. Do you like to like get in? Yeah, I need to get in. I left the key inside of the truck, Yeah, I would say we don't have anything like that. If you're trying to get it out. Like you're talking about like the airbag, you put it in, you like clamp it, and then like try to either grab the key or hit the lock with it, and throw a little with a run after. Yeah, I just need the longer like iron thing, All right. Walmart? All right. Thank you so much, guys. That or another part. Walmart or Or another part store maybe. in other parts? There is that kind of store. I'd say Walmart probably would be your best bet, just because they more than definitely would have it. Okay, I'm gonna try to look for from the Walmart. Thank you. Hey, very well. Thank you, man. Thank you. Umr ko'hna dono muallim. Hey, sadoqatli do'st bo'lar onam. Garchi sizdan ayrodir yo'lim. Ko'rgim kelar sizni negadir. Tun kutaman oydin yulduzli. Tun kutaman ravshan esli. Hey, dilimni ezdi yolg'izlik. Ko'rgim kelar sizni tun. Xo'sh, do'stlar, Dollar Tree'ga keldik. Bu yoqda hamma narsani narxi $1.25 bo'lishi kerak edi. Bir oxirgi marta 4 yil oldin kirganman. Birinchi marta Amerikaga kelganimda Ocean City'da. Hozir bilmayman lekin. Xo'p, bu yoqda men nima ko'rishim kerak? Bitta uzunroq sim topishim kerak. Tragim qulflanib qolgan, o'shani ochish uchun. Tak. Trak qulflanib qolgan. Bitta odamga berishim kerak trakni. Kalit akamda ketib qolgan. Ikkinchi kalit trakt ichida. O'shani bir nima qilib
ochib olishim kerak. Mana shuni olsammikan, Mana shu bo'ladi agar simi uzun bo'lsa borku. Hali ham hamma narsaning narxi $1.25 ekan. Birinchi bu dollar tree haqida o'zimda akam Amerikaga birinchi marta kelganida aytib berganda rosa shu havas qilib ko'rgim kelgandi. Kelganimdan keyin qarasam shu pulga arziydigan narsalar ekan, juda zo'r narsalar emas ekan. Men o'ylagandim $1 hamma narsani sotsa bo'ladi deb yosh bo'lganman-da endi paytlar. Xo'p, bu yoqdan topolmadim o'zimga kerakli narsani. Endi Walmartga borib ko'raman. Walmartda bo'lishi kerak. Walmartda sal qimmatroq bo'ladi. Endi bu yoqda nimadir sim topsam arzonroqqa tushadi deb shu yerga kiruvdim-da. Jigarlar. Kutaman aydan yulduzli. Kutaman ravshan izli. Hey, dilimni izla. No worries. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Thank you. Opacanım ey. Şey topolmayapmiz u. Evet. Excuse me, boss. How are you? I was looking for the door opener. I left my key inside of my truck, you know. I need something to open my door. Do'stlar, Walmartda ham ko'rib chiqdik. Yo'q ekan, afsuski. Endi boshqa joyga boramiz. Topmasak bo'lmaydi. Shu bugun. Bismillahirrohmanirrohim. Tak. Can I give her a gift? What you got? Thank you so much, sir. Oh, that's very nice of you. Thank you so much. You're welcome. Have a good one. You're welcome. Thank you. I will. Thank you. Yağmur yağardı. Cigarlarım. Wow. Woo! Up. Vay. Cihan korkma. Bol yanımda sevgilim. Gözüm açsam azandan. Hi.
Xo'p. Mana ikkalasini topdim. $9 ekan. Shuni olamiz. Qidirib eng yaxshi narsa mana shuni topdim. Endi shuni ishlatamiz. Xo'p, shuni oldik. Короче, buni ochamiz, xudo xolasa do'stlar. Inshaalloh. Oho, qo'lib ketibdi-ku. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't. Bismillahirrahmanirrahim. La havla va la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Qani? Tushmaydi, onasi emsin. Mana shu qizilchani ochishimiz kerak. Qizilchani ochishimiz kerak. Opa. Voy, блин. Xuynak bu. Xuynak narsa bilan olamizmikan, Ana bismillah. To'xta, jonim. Bunday qilmangda siz. Takancha tiqing buni. Tiqdingizmi? Yaxshi. Buni ham xuddi shunday. Takancha tiqib oling. Opa. Voy. Qani?
Oba. Oh. Sal qoldi. Sal qolishiga. Oh. Oh, блин. Красавчик, молодец. Ничего. Молодецman, eh? Красавчик. Вообще молодец. Husnu malohatiga вообще молодец. Aqli farosatiga Bismillahirrohmanirrohim. Oh, toychog'im mana. Xo'sh, do'stlar, kameramni zaryadi kam qoldi. Endi sekin shu traklarni bir 5 minut, 10 minut qizdirib qo'yib, o'chirib uyga ketaman. Bugungi vlogimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi vloglarda ko'rishguncha. Peace.